İnsan ijtimoiylikqa ega bir jonliq bo'lish sifati bilan atrofdagi muhit bilan zich aloqa va munosabat ichida bo'ladi. Bu inson mavjudiyatining ma'nisi va taraqqiyotining asosi hisoblanadi. Bu jarayonda insonlar har turli aloqa zanjirini cho'rdab ilgirlaydi. Oila, maktab, jamiyat qatorliq muhitlarda bu zanjirni shakllantiradi yoki uning bir parchasiga aylanadi. Bu ijtimoiy munosabat chamberida shaxs o'zining rolini va xosligini texmi yaxshi joriy qildirish, o'zi mansub bo'lgan jamiyatning taraqqiyotini ilgari surish uchun oddiy ammo muhim bo'lgan bir qism prinsiplarni qabul qilishga, uni o'zlashtirishga muhtoj. Chunki kishilik munosabat shaxsning o'zi bilan cheklanib qolmasdan yashayotgan jamiyat bilan zich munosabatlik bo'lib, ba'zida jamiyatga ta'sir ko'rsatsa, yana ba'zida jamiyatning ta'sirini qabul qiladi. Islom insonlarning eng mukammal hayot mezoni bo'lish sifati bilan hayotimizning o'xshamagan qatlamlarida qanday pozitsiyada bo'lishimiz kerakligini tafsiliy bayon qilgan. Biz tövəndə islomiy nuqtai nazar bilan kishilik munosabatda ahamiyat berishga tegishli muhim nuqtalardan bir qanchani yoritib berishga tirishamiz. Birinchi, o'zini tushunish. Yaxshi kishilik munosabatning asosi o'zini yaxshi idora qilish va tushunishdan boshlanadi. O'zimizni tushungan, o'rnimizni bilgan chig'imizda ondan boshqalarga loyiqida muomala qila olamiz. Hadisda kelgandek, "Men arifa nafsahu faqad arifa robba." O'zini tunigan Robbini tunuydi. Shundaqla bizda o'zini bilgan shahar so'rabdi degan maqol tamsil bor. Buni odam o'zining moddiy va ma'naviy ustunligi, ortiqchiligi va kamchiliklarini yaxshi bilsa, har joyda yuzi yo'ruq, ro'y ko'tarangi bo'ldi deb tushunishimiz mumkin. Buni psixologiyada ongliq yoki o'zligidan deb ataydi. Bu odatda o'zining kayfiyatining gap so'zi va ish harakatlariga bo'lgan ta'sirini his qilish, o'zining kamchiligi va ortiqchiliklarini to'g'ri baholash iqtidorini ko'rsatadi. Ikkinchi, boshqalarni tushunish. Boshqalarning o'rnida o'zini qo'yib o'ylash, ularni tushunishga tirishish munosabatlarni yaxshilashdagi yaxshi usullardan biri. Boshqalarga ularning xarakteri, yoqtiradigan ishlari, qiziqadigan temalari, ular xabardor sohalarga qarata so'z qilish orqali ularga ishonch tuyg'usi ato qila olamiz. Shundaqla suhbatlarimizni texmi qizg'in va unumli olib bora olamiz. Uchinchi, boshqalarni hurmatlash. Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Boshqalarga yumshoq muomala qilishdan mahrum qolgan kishi butun yaxshiliklardan mahrum qoladi." Boshqalarga hurmat qilish ularning fikriga ham hurmat qilishni talab qiladi. Kishilar hammasi o'xshash bo'lmaganga o'xshash, ularning bir masalaga tutgan pozitsiyasi, uningdan tushunadiganini, o'ylaydigani ham o'xshash bo'lmaydi. Fikri o'xshashmaslikka hurmat qilish jamiyatdagi cho'ng ixtiloflarni oldini oldi. To'rtinchi, xushchiroy bo'lish. Tabassum qilish boshqalarni eng oson xushal qilg'ili bo'ladigan, shundaqla bizni tezla ajrga erishtirib oladigan ibodatlardan biri. Bo'libmi uning kishilik munosabatdagi roliga sal qarashga bo'lmaydi. Bizning tabassumimiz mahsullarga xushallik, faqirlarga ozodlik his qildirdi. 5. So'zlash san'ati yetildirish. So'zga moyir odam boshqalarning o'rni, kayfiyati, qiziqishiga qarata so'z qila oladi. Ularning ko'nglini olishga moyir keladi. So'z har qancha go'zal bo'lsa-mu, har qanday o'rinda qilg'ili bo'lmasligi mumkin. Har so'ringa mos so'z san'ati yetildirish payg'ambar alayhisolamning axloqidan hisoblanadi. 6. Mustaqil xarakter yetildirish. Mustaqil xarakter hamkorlikning asosi. Agar bir odamda mustaqil xarakter yetilmaydi ekan, u kishi kishilik munosabatda g'alaba qozona olmasligi mumkin. Chunki u o'zining asli xarakterini yetildira olmagachga doim boshqalar tarafini tutadi yoki kishilik munosabatlarda ikkiyuzlimchi xarakterini shakllantirib qo'ydi. Albatta, mustaqillikdan maqsad hammani o'zi bilgancha qilish emas, balki o'ziga xos bir xarakter yetildirishni ko'rsatadi. Biz xabarsiz bo'lgan sohalarda ma'lum darajada bilim hosil qilish, boshqalar bilan fikr almashtirish, shu sohalardagi kitoblarni ko'p o'qish orqali mustaqil xarakter yetildira olamiz. Shundaqla bu orqali ularga axloq ulgusi bo'la olishimiz mumkin. Alloh taolo jannat ahlining sifatlarini bayon qilib mundaq deydi: "Val kaziminal g'ayza val afina Ular o'ch elishga qodir turuqliq ochiqini yutadiganlar, kishilarni kechiradiganlardir." Kishilik munosabatda saqlanishga tegishli qizil siziqlar: o'zini cho'ng tutish, gumonxo'rlik, boshqalarni mansitmaslik, qo'pollik, oson ochiqlanish, yolg'onchilik, va'dasida turmaslik, fikr o'xshashmasligiga hurmat qilmaslik, boshqalarning aybini aytish, bevosita tanqid qilish. Kishilik munosabat chemberi intayin nozik, inchik halqalardan shakllangachga, yuqoriqilarga o'xshash yomon illatlardan yiroq turmaganimizda bu zanjirlarni nihoyat osonla uzib qo'yishimiz mumkin. Biz yaxshi kishilik munosabat yetildirish orqali nimalarga erisha olamiz? Birinchi, Allohning muhabbatiga erisha olamiz. Ikkinchi, komil iymonga erisha olamiz. Uchinchi, payg'ambar alayhisolamning izbosarlaridan bo'la olamiz. To'rtinchi, jannatga erishtiruvchi amallardan birini qilgan bo'lamiz. Beshinchi, yaxshi kishilarning do'stligiga erisha olamiz. Oltinchi, atrofimizda mustahkam do'stlik chemberi o'rnata olamiz. 7. Yaxshi kishilik munosabat bizni g'albiga texmi yaqinlashtirdi.